Umra safarini narxi arzon bo'lsin, lekin sharoiti zo'r bo'lsin. Shunda bormoqchiman degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bugun Hikmat Travel'da ofisiga yetib kelganmiz. Aytib o'tganimdek, Xudo xolasa atrofga qaraganda narxlarimiz arzon, sharoitlarimiz zo'r. Videomizni oxirigacha ko'rib, sizlar like'larni bosib, bizni qo'llab-quvvatlab tursalar, Xudo xolasa sizlar uchun chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilaman. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, biz videoda Abdug'affor aka bilan boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, biz obunachilardan ko'p savol kelyapti. Narxi arzon bo'lsin, lekin narxi arzon bo'lganiga qaramasdan, naqasi sharoitlari ham zo'r bo'lsin degan savol kelyapti aka. Bitta o'sha tushuntirib berasiz. Atrofga qaraganda Xudo xolasa narxlarimiz arzon aka. Xudo xolasa. Xo'p, narxlarimizga keladigan bo'lsak, chislolar bilan aytib o'taylik bir bo'lib. Hozir avgust oyiga reyslarimiz boshlandi. Iyul oyiniki to'ldi reyslarimiz. Avgust oyida Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz kuni 5-6 avgust kunlari reyslarimiz bor. Toshkent Madina yo'nalishi bo'yicha. Buni narxini $930 qilib beramiz, Xudo xolasa. Toshkent Madina bo'ladi. Toshkent Madina. Agar vizasi bo'lsa $830 bo'ladi. Xo'p, Namangan Madina yo'nalishi bo'yicha 5-avgust kuni reysimiz bor. Buni narxini ham $930 qilib beramiz. Xo'p, Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha 6-avgust kuni reysimiz bor. Buni ham narxini $930 qilib beramiz. Xo'p, endi sharoitlari qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz gastitsalarimiz 4 yulduzli. 4 kishilik joylashuv yoki 5 kishilik joylashuv bo'ladi gastitsalarda. Xo'p, Madina Munavvarada uzoqligi 200-300 metr bo'ladi gastitsamiz. Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha bo'ladi gastitsamiz uzoqligi. Xo'p, undan tashqari avtobus qatnovlari ham yo'lga qo'yilgan. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. 50 bosh xizmatimiz iloji boricha aeroportdan birga borib, birga kelishadi. Undan tashqari firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi va qaytilayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida qo'shib beriladi. Har bir kishiga. Har bir kishiga qo'shib beriladi, Xudo xolasa. Endi to'lovlar qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun, xohlasa to'lovlarni ofislarimizga rasmiy kassalarga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz Toshkentda, Andijonda, Farg'onada bor. Yo'q, bizga uzoqlik qiladi deydiganlar uchun xohlasa onlayn joylarni bron qilsa ham bo'ladi. Shu nomerlar, mana shu nomer o'zimning nomerim, ismim Abdug'affor. Bemalol aloqaga chiqinglar, Telegram, WhatsApplar ishlayapti. Aloqaga chiqsalar, onlayn qanday joylarni bron qilishlarni o'zim o'rgataman, Xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Agar aytmagan joylarimiz bo'lsa, xatoliklar uchun oldindan uzr so'raymiz. Bemalol aloqaga chiqinglar, tushunmagan narsalarini yana boshqatdan ilmimiz boricha tushuntirib o'tamiz, Xudo xolasa.